Endi buni ketqizish kerak. Ish qilib, sharmanda qilib qo'ymasa bo'ldi. Instagramdagi qo'llarni tozalayotgan videolarni ko'rib, tomiz ketib qopti deganligi voqeani boshdan boshlab ketib beraman. Qizim partasini oldiga kraska to'kib yuborgan edi. Hech qanaqasi ketqiza olmadi. Xuddi shu eksperiment. Bismillah deb sekin boshladim. Uydagilar kelib qolsa, uydagilarni oldida voy sharmanda bo'laman dedim-da. Shuncha pulli pilosos olib yana shuncha eksperiment qilasanmi? Har xil videolarni ko'rib olib deyishmasin deb. Sal rangi qoldi-yu, hozir ko'ramiz. Ketarmikin, yo'qmi? O'zinglar nima deb o'ylaysizlar? Ketqiz bo'lmasimdan qani tez kommentariyaga o'tinglar-chi. Biz eplama deydi bo'lamdilar. Epladik. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana endi ko'ringlar. Eng asosiysi siqib ham berdi, gilamlarimiz hidlanib qolmaydi. Agar siz ham rabakling olmoqchi bo'lsangiz, menga o'xshab halol rassrochka, ya'ni bo'lib turishga olsanglar bo'ladi.